Ol o'rtoq, bugun bir mazza qilaylik. Dadil yesang-chi og'ayni. O'rtoq, iloji bo'lsa shu ovqatlardan qolganini uyga olsam dotidi. Isrof bo'lmasin deyman-da. Og'ayni, uydan chiqayotganingda hammasini eshitdim. Adasi uyda hech nima qolmabdi. Tuxum, sariyog' yurib tursin, non ham yo'q. Bilaman, hozir imkoniyatingiz yo'q. Mayli, men chidayman, lekin bolalarimiz uchun bir-birda non bo'lsa ham olib oling, iltimos. O'rtoq, meni kechir. Mol dunyoyim bo'lib turib, sendan xayrli xabar ololmadim. Bir og'iz menga yetsang bo'lardi-yu. Unaqa dema do'stim. Qanchadan qancha yordam berding. Farzandli bo'lganimda to'yimgacha o'zing ko'tarding-ku. Hamma narsani chegarasi bor-da. Sen qanaqa odamsan o'zi? Kimsan o'zi og'ayni? Qara, sen to'yib ovqatlan, uyingga ham olib boramiz o'rtoq. Osh, shashlik, qozon qoplardan olib boramiz. Bozorli ham qilib qo'ydim, mashinamda turibdi. Endi bundan buyog'iga men bilan ishlaysan. Endi hech narsadan kam bo'lmaysan o'rtoq. Va'da beraman. Mol dunyo topmadim-u, lekin dunyolarga alishmaydigan do'st topdim. Boringga shukr. To'ying o'rtoq, og'ir kunda bilinarkan, hamma do'st topdi, shunda ham onam yig'larkan.